Bugungi videoda Koreyada qanaqa ishlashim va qancha oylik olishim haqida sizlarga ko'rsatib beraman. Shuning uchun albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Bundan o'tkazib olmayman albatta. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmasanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Tezroq miyda bo'lishimiz kerak. Qanunda cho'zib o'tirmayman. Let's go. Ishga ketdik sizlar bilan. Ha o'rtoqlar, ishim odatda obeddan keyin boshlanadi va ish joyim uyimdan birozgina uzoqda bo'lganligi uchun ko'pincha 1 soat oldindan chiqib ketishimga to'g'ri keladi. Shunda bemalol ishga kechikmasdan yetib olishim mumkin. Ko'rib turganinglardek, ishimga doim metroda ketaman, chunki birinchi o'rinda avtobusdan tezroq va qulayroq. Aytgancha, Koreyaga kelgandan keyin siz taksini umuman esingizdan chiqarib yuborsangiz ham bo'laveradi. Maqtanishmasu, ishim Koreyaning oldi rayonlaridan biri bo'lgan Gangnamga yaqin joylashgan. Shu sababdan har kuni shunaqa chiroyli binolar va manzaralarni ko'rib bemalol ishga jo'nayman. Va nihoyat ish joyimga yetib kelganimda soat 3:50 bo'lgan edi. Ish vaqtidan boshlanishiga 10 minut qolganligi uchun tezda kiyimlarimni almashtirib ishimni ham boshlab oldim. Xullas videoning davomini ish joyimdan ko'rsanglar bo'ladi. Qani go. Xullas o'rtoqlar, mana ishga ham kelib oldim, ko'rsanglar bo'ladi. Mana ishxonam, ko'rib turganinglardek oshxona. Meni ishxonam, oshxona. Xullas shu koreyskiy burgerda ishlayman. Ko'rib turganlaringdek ishga kelishimga o'zi ham 40 minut vaqt ketadi, o'rtacha 40 minutdan 50 minutgacha, chunki uydan metrogacha, yana metrodan ishxonagacha borishda, kelishda 10 minutdan piyoda yo'llar bor. Shuni hisobiga sal cho'zilib ketib qoladi. O'zi aslida metroning o'zida bir 20 minutlik yo'l xolos. No, xolos shunaqa mashinaqa burgerda ishlayman. Nima deb o'ylaysizlar? Menga qancha to'lashadi? Buni videoning oxirida aytaman, shuncha oxirigacha ko'rish esdan chiqmasin. Ungacha hozir sizlarga men o'zimni ishxonamda tanishtiraman. Mana xullas, bitta mana buni o'chiramizda. Men bittadan boshlasak bo'ladi. Men chiroyli bola ekanman bu. Hey. Bo'ldi. Yo, like bosinglar o'rtoq, like. Xullas, men bu yerda zakaz chiqarib oladigan joy bu. Salafalar mana yana narsalar berib oladigan. Men bu yerga terib, keyin tashqariga olib chiqib qo'yiladi. Hozir tashqarini ham bitta ko'rsatib o'raman sizlarga. Tashqarida mana shunaqa bizdan boshqa oshxonalar ham bor. Bizda xullas oshxonamiz shunaqa oshxonaki, nima desa bo'ladi? Faqat dastavkaga chiqaradi. Bet shunaqa nima desa bo'ladi? Shunaqa oshxonalar joyi desa ham bo'ladi. Ya'ni bitta etaj, agar boshqa etajlarda menimcha yo'q, faqat shu bitta etajda bir 50 tacha faqat dastavka uchun ishlaydigan oshxonalar. Shu har xil bitta programmalari bor, Coupang, Payment, shunga o'xshash juda ko'p programmalari bor. Shu programmalarga ishlaymiz. Customerlar unaqa sotib oluvchi shu mijozlar kelib turib o'tiradigan joylarimiz yo'q bizda. Bu yaxshi ham deb o'ylayman. Nimaga desanglar, o'zi shundoq ham zakaz juda ham ko'p bo'ladi bizda nimagadir. Chunki yaxshi burgerlar bizniki o'rtoqlar qo'yasizlar-ku. No, xolos burger haqida sizlarga qisqacha tushuntirish ishlarini olib borib qo'ydim. Mana endi ish joyiga qaytadigan bo'lsak, men bu yerda zakazning upakovkasi bo'ladi. Men bu yerga qo'yib, buni video davomida ham o'zingizlar ko'ra olasizlar. Bu yerda kotletlarimiz, shu petchilarimiz pishiriladi. Bu yerda boshqa yana side food deydi, ya'ni qo'shimcha ovqatlarimiz bu yerda pishadi. Bu yerda shularni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Men bu yerda idish yuvadigan, boshqa narsalar yuvadigan joyimiz. Bu yerda yana nimadirlar qiladigan joyimiz. Men bu yerda xolodilnik. Keyin bu yerda ham mana ikkita xolodilnigimiz bor. Bitta, ikkita, 3 ta ekan, bu suvlarga. Bu yerda ham har xil suvlar bor. Xullas shunaqa o'zi bir katta emas, kichkinacha joy bizning ishxonamiz, ishxonamiz, no xullas. Shunaqa gaplar, shunaqa gaplar. Video davomida o'zingizlar ham ko'ra olasizlar, ish jarayoni qanaqa davom etishini. Men bu ishda o'zi kelinglar, mana shu narsalar haqida, ish topish haqida o'zi alohida video chiqaraman baribir. Shuning uchun o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar, lekin hozir ham bir qisqacha sizlarga tushuntirib aytib o'tib ketaman. Xullas o'rtoqlar, gapiradigan bo'lsam, men bu ishni qanday qilib topganman? Tanishim orqali, tanishim menga shu ish bor, ishlasangiz agar deb turib aytib qo'ygan. Men o'zim Farg'onalikman, Farg'onaning Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on degan joydanman, Pashtek, o'sha yerga yaqinroq joydanman. O'zimda xuddi shu men bilan Pashtek bitta joyda turadigan tanishim aytib qo'ygan, shunaqa ish bor deb. Nima uchun bu detallarigacha gapirib o'tyapman? Nima qizig'i bor buni deyishinglar mumkin.
Chunki betga kelgandan keyin yo ingliz tili bilan keladiganlar juda ham ko'p to'g'risi. Men o'zim ham ingliz tili bilan kelganman. Kelgandan keyin sizda yoki tanish juda ham ko'p bo'lishi kerak, yo bo'lmasa koreys tilini yaxshi bilishingiz kerak. Shu ikkalasidan bittasi bo'lmasa ish topishda juda ham qiynalasiz. Meni baxtimga kelishimdan oldin tanishlarim unchalik ko'p bo'lmagan, lekin kelib turib tanish orttirganman. Mana shu o'zim bilan bitta joyda turadigan, O'zbekistonda o'zim bilan bitta joyda turadigan tanishimda ham men o'sha yerda universitetda tanishib qolganman. Shunaqa qilib tanishib orttirib, ishni ham shular orqali topganman. Kelgandan keyin shu ikkita narsaga sizlar tayyor bo'lishinglar kerak. Koreys tilini zo'r o'rganib kelinglar, kelishlaringdan oldin. Shunda ish topishga qiynalmaysizlar to'g'risi. Ozgina aqllichilik qilish emas bu. Biroq sizlarga foydasi bo'lsin deb aytyapman, chunki kelganimga endi bitta semestr bo'lgani bilan ko'pchilik nima desa bo'ladi, ko'pchilik ish topdi desa ham bo'ladi, lekin baribir ish topmagan tanishlarim ham topiladi. Hali kelganimizga 5-6 oy bo'lgan bo'lsa ham, ta'sir bizdan oldingi semestrda kelib turib, shu kelganiga 1 yil bo'lgan, lekin hali ham ish topmaganlar ham bor. Bular ham bitta ikkita emas, normalniy ko'p topiladi. Bular hammasi faqat ingliz tili bilan kelgan, koreys tilini unchalik zo'r bilmaydi. Men ham kelishdan oldin sal-pal o'rganib kelganman. Unchalik zo'r emasdi, lekin qiynalmay ish topishim oson bo'lsin desanglar, albatta koreys tilini zo'r o'rganinglar. Topik 2 oldim, ketsam bo'ladi degan xayolni yig'ishtiringlar, to'g'risi. U prosta nima desa bo'ladi, qo'pol qilib aytganda konsaltinglar sizlarda prosta jo'natish uchun topik ham bo'ladi degan gap xolos. O'zi aslida normal universitetda o'qimoqchi bo'lsanglar, normal pul topmoqchi bo'lsanglar, topik kamida 3 bo'lmasa kamida 4 o'zi aytaman, ko'pchilikka to'g'ri olib keling deb. Lekin mayli 3 bo'lmasa ham shu darajada endi qistab ketayotgan bo'lsa Koreyaga kelishingiz mayli, lekin baribir topik 4 bilan kelsangiz kamida juda ham katta plyusga kirasiz. Ish topish ham ancha osonlashadi, lekin o'qishni bitirgandan keyin ham qolish ham ancha osonlashadi. Xullas, shu qisqacha sizlarga nima yoki tanishinglar ko'p bo'lishi kerak. Juda ham ko'p bo'lsa keyin qanaqadir ish topishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lgan gapim, sizlarga qanaqadir aqllichilik qilish emas yoki Koreyaga kelmanglar deyish emas. Koreyaga bemalol kelsanglar bo'ladi. Menga kelib turib ishimni ham olib qo'ymaysizlar yo boshqa ham qilmaysizlar. Prosta aytmoqchi bo'lgan narsam, kelgandan keyin o'zingizlar qiynalmay deydigan bo'lsanglar, albatta tilni zo'r o'rganib kelinglar. Shunda ancha plyus bo'ladi. Xullas, ko'p gapirib yubordim, bilaman, bu gaplarim ko'pchilikka yoqmaydi, negativ deb qabul qilishadi, lekin nima desa bo'ladi, boshga tushmaguncha hamma narsa boshqacha tuyulishi mumkin. Shuning uchun o'zingizlar kelsanglar, boshlarga tushganda shunda bir eslab qo'yarsizlar. Shunaqa qilib ish jarayoni videoni oxirigacha ko'ringlar, ish jarayonlaridan ham videolar bo'ladi albatta. Videoning oxirida qancha topishimni aytaman. Nima deb o'ylaysizlar, $1 million menga to'lashadimi shu ish orqali? Kommentariyada yozib qoldiringlar.
Xullas o'rtoqlar, bizda ish mana shunaqa davom etadi. Videoni kuzatishda davom etinglar sizlar ham. Albatta videoga like bosishdan chiqmasdan videoga like bosganlarga kattakon rahmat. Like bosmaganlarga bo'lsa insof so'rab qolaman. O'rtoqlar, vashshe hozir qanaqa holatga kelib qoldim bilmayman, o'zi basharadan ham farq sezsizlar bo'ladi. Bundan oldingi hozir bir 10 sekund oldin qanaqa edim, hozir qanaqa edim. Chunki hozir soat 9:30 bo'ldi. Birinchi bundan oldingi shu 10 sekund oldingi joyini men adashmasam 6 yo 7 larda yozgan edim. Shu paytda zakaz kamroq edi, lekin zakaz ham bostirib ketdi. Bitta o'zim uchun vashshe qiyin bo'lib ketdi. Shuning uchun bu yerdagi juda ko'p narsa tugab ham ketgan. Endi hozir sizlarga shuncha ish ko'rsatdim, endi nimani qilishimni ham ko'rsatishim kerak. Men bu yerda bizda nima desa bo'ladi? O'zi bu xolodilnik nima deydigan bo'lsa-da, bu xolodilniklarda bizda maintenance, ya'ni nima desa bo'ladi? Bu yerdagi narsalar tugasa, qaytib ishlatish uchun kerakli narsalar. Zaxiramiz bor, zaxira. O'zbekcha ham esdan chiqib ketdi, bor-ku. Men bu yerda misol uchun har xil boshqa narsalar bo'lsa, chestik, bunaqa chickenlar, shunga o'xshagan narsalar, misol uchun pasta, fries bo'ladi. Bu yerda bo'lsa sabzavotlar. Men bu yerda ikkitadan bo'lish kerak, piyoz bilan pomidor. Shu hozir bittadan qoldi, bittadan tugadi o'zi. Shuning uchun shuni bittadan qilib qo'yaman. Pasta men bu yerda lettuce, ya'ni bu karam salatmi, xolos shunaqa. Pasta non turadi, men bu yerda souslar bilan non. Xolos shunaqa, buni men bunaqa idishlarga xullas va kamera ham vashshe chichi bor-ku. Bunaqa idishlarga xullas qilib chiqiladi. Men bu yerda o'zini kesadigan narsasi bor. Mana bu narsa bilan kesib chiqiladi. Shu bilan kesib turib, xullas mana bunga taxlanadi. Bu yerda bo'lsa o'sha aynan hozir men ishlatishim kerak bo'lgan kameraga nima bo'lyapti va shu zaryadkasi ham qolib shekilli. Men bu yerda ishlatishim kerak bo'lgan sabzavotlar. Xullas shunaqa ish davom etyapti. 9:30 bo'lgan bo'lsa, 3:30gacha hali 10 bo'lsa ham 2 3 gacha hali 5-5,5 soat vaqtim bor ekan, yana ishlashim kerak bo'lgan. Xullas shunaqa, yana qanaqadir yangilikroq narsa bo'lsa aloqaga chiqaman. Albatta videoni ko'ryapsiz, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin, tezroq mita bo'laylik. O'rtoqlar, hozir ishonsanglar, soat o'zi mana 1:41. Sizlarga qanday ko'rinyapti bilmadim. Xullas 1:41. Yana 1,5 soatcha vaqtim bor, ishlashim kerak. Ishoninglar, bu birinchi safar ishlashim, bundan oldinroq aytib o'tdim. Vaqtimiz shu schedule'imiz yangilanganligi uchun, ish jadvalimiz yangilanganligi uchun birinchi marta kechasi bilan ishlayapman. Aytishgan edi, sheriklarim, zakaz umuman bo'lmaydi, bemalol dam olib o'tirasan, bemalol xohlagan qilib o'tirasan, umuman zakaz bo'lmaydi deyishgan edi, lekin hozir umuman unaqa bo'lmayapti, bor-ku. Endi mana bu yerda tepada mana bu yerda konditsioner bor, mana konditsionerda oldiga kelib turib, endi dam olaman desam, mana bu yerda sira zakaz kelyapti. Bu yerda mana fonda Neftchi, Navbahor o'yinini ko'ryapman. Xavfli vaziyat bo'lgan edi. Xullas shunaqa qilib vaqt o'tkazyapman. Yana 1,5 soat bir vaqt ichida beradigan bo'lsam, bo'ldi, shu bilan tugaydi, uyga ketaman. Hatta 200 zakaz tushmasa ham bo'lardi, bor-ku. Adashmasam 12 da boshlandi. 12 dan beri tingani yo'q. Bitta zakaz tushadi, qilib olishim bilan yana bitta tushadi, qilib olaman. Endi kelib turib konditsionerda ozgina dam olsam, sirasi yana tushadi. Ular shunaqa oshxonada ishlash oson emas. Tim bo'lib vashshe o'zi betim yaltirab turgandan bilsanglar ham bo'ladi. Men bu sochlar jingiray bo'lib ketgandan mana kelganimda boshida qanaqa edi-yu, videoni boshida, hali uydaligimda qanaqa edi-yu, o'zi hozir qanaqa bemalol solishtirib o'tib bo'ladi. Shunaqa, xullas, shunaqadir yordim. Videoni oxirigacha ko'ringlar, hali ham yetmayman qancha topishimni. Videoni oxirida aytaman. Xullas o'rtoqlar, o'zi basharaga ahamiyat bermasanglar ham bo'ladi, shu rasos chiqib ketdi. Soat ham o'zi 3 bo'libdi soat. Ish vaqtim tugadi, nihoyat tozalab, fonni hamma joyida. Mana chinnadek holatga keltirib qo'ydim. Mana betlargacha polni
hamma joylarni yopib, to'g'risi o'sha 1,5 video qilgan bo'lsam bundan oldin, undan keyin tinchimadi. Yana zakaz keldi. Oxiri keyin 2,5 da tugatib, zakazlarni chiqarib yuborib, shu bilan mana ko'rib turibsizlar, 3 bo'ldi soat. Xullas, ishdan bir kunlik vlog shu edi. Maksimal sizlarga yoritib bera oldim ishimni deb o'ylayman. To'g'ri, ish qilay turgan vaziyatimda ko'p video ololmadim, chunki aytgandek zakaz ko'p bo'ldi birinchidan, ikkinchidan bitta kadr oldim. Menimcha shu yetsa kerak. Ya'ni bitta boshdan oxirigacha oldim, shu yetsa kerak. Chunki baribir har doim burger qilish protsess bir xil bo'ladi, ba'zi narsalar o'zgargani bilan. Bu ishga keladigan bo'lsak, aytgandek, tanishim orqali topganman. Soatiga bo'lsa 12,000 wondan to'lashadi. Shunaqa, soatiga 12,000 wondan o'zinglar hisoblab olsanglar bo'ladi, oyiga qancha bo'lishini. Lekin unaqa orttirib, zo'r boyib ketishda ilojisi yo'q. Ortilgan xarajat o'zimning kontragimga, xarajatlarimga yetadi bo'ldi. Orttirish sal qiyinroq. Shunaqa Koreyaga kelgandan keyin hammasi oson emas. Shunaqa yarim kechasi bilan ishlashga ham to'g'ri keladi ba'zida. Ish ham oson bo'lmaydi. O'zi men bu betni o'zi aytib turgan bo'lsa kerak. Juda qiyin bo'ldi, tim bo'lib men unaqa issiqda, men bu yerda grill yonib turadi, burger qiladigan orqada. O'sha qo'shimcha yana narsalar qiladigan ham bor, ikkalasi yonib turganligi uchun, har doim mashitda ish bo'lganligi uchun asosiy ish juda issiq. Bir dona konditsioner bor xolos, u ham uncha faqat shu tagiga kelganingizda yordam beradi xolos. Xullas shu videoni ko'rdinglar o'zinglar. Ish menimcha arziydi 12,000 wonga, chunki ko'p ishlarda o'zi 10,000, 11,000 atrofida bo'ladi. Bu bilmayman, vashi olmadim, o'shalik erkak kishining 3 ta omadi bor dedi-yu, o'shani bittasini ishlatib qo'ygan bo'lsam kerak. Birinchidan o'zidan o'zi ish chiqib qolgan, ikkinchidan chiqqanda ham yaxshiroq pul to'laydigan boshliq ham zo'r to'g'risi. Shuning uchun keyingi videoda nima haqida olib chiqay? Menimcha ish temasini yopsak ham bo'ladi. Maksimum sizlarga yoritib berdim. Video ham o'zi uzun bo'lib ketsa kerak. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qayta aytaveraman, yaqinda emas, tezroq meta bo'lishimiz kerak va keyingi videolarda sizlarga aytib o'tib ketadigan bo'lsam, bugun seshanbadan o'sha chorshanbaga o'tdi mana. Ertaga payshanba kuni ishimdan dam, haftada bir kun damim bor. Shuning uchun Koreyadagi eng chiroyli dengiz, Sokcho dengiziga sayohat ertadan vlog olaman sizlarga. Shundan keyin payshanba bo'ladigan bo'lsa, shanba kuni tug'ilgan kunim, 18 yoshimni qarshi olaman. Bilmayman bu video qachon chiqadi sizlarga, balki menimcha tug'ilgan kunimdan keyin chiqishi ham mumkin, aniq bilmayman. Xullas, tabriklab qo'ysanglar bo'laveradi menimcha. Har holda tabriklashinglar ham shart emas, shunchaki like, podpiska bosib qo'ysanglar shuni o'zi yetadi. Shu bir kundan ham ataylab ishdan javob so'raganman, bir kunimni o'zimga bag'ishlayman, qanaqadir maza qilib dam olaman deb. Shundan ham vlog olaraman, takoy o'zim uchun xotira bo'lib qolishi uchun. Xullas, shunaqa o'rtoqlar, joninglar sog' bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, like bosganlarga rahmat. Bosmaganlarga bo'lsa insof so'rab qolamiz. Let's go o'rtoqlar. Ko'rishguncha.